hammaga do'stlar, bugun sizlar bilan qishlog'imizga aylanib chiqamiz. Biz 3 kishimiz, 3 kishi birga aylanib chiqamiz. Bundan avval sizlar kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar. Qani bo'lmasa ketdik. Mana shu joydan boshlaymiz. Ko'chamiz shunaqa kavlangan. Go. Mana. Bo'lmasa ko'chaga chiqamiz hozir. Ketdi. Qaranglar, challenge olaylik. Bitta bakalashga olamiz. Ichiga suv to'ldiramiz. Suv to'ldirib, kim ko'p tushiradi o'ynaymiz. Kim ko'p tushirsa agar shu nima deydi? Nima qiladi? Erkmacha o'ynagan paytimiz shu qidiradi. Mayli, ketdik. Qani, go. Avval bir aylanaylik, keyin qilamiz. Hop. Albatta Hozir videoning o'rtasi kesiladi. Ko'chaga chiqqan paytimiz shu ko'rib olasizlar. Ha do'stlar, ko'chaga ham chiqib oldik. Mana aka. Endi mana bakalashka topdik. Shu bakalashkaga suv to'ldiramiz. Va o'yinni boshlaymiz. Challenge. Mana ko'chamizni obzori sizlar uchun. Bitta uy. Mana shu yerda ko'cha. Mana bu yerda odamlar yuradi, bu yerda esa uylik, hamma bilsa kerak. Endi bu obzorimizning yana bitta tarafi mana suv ham bor. Ariq degani. Mana aka. Ko'rishingiz mumkin. Salom obunachilar. Keyingi videomizda parkdan olib arg'imchoqlarga o'chamiz. Va yo'qsa obuna bo'lib qo'ying. Ha, obuna bo'ling. Bu kanalga shu video chiqsa bexabar qolmaslik uchun. Do'stlar, parkda qolib ketdik degan video olamiz. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bexabar qolasizlar keyin. Agar obuna bo'lmasangiz. Shu issiqda video qilayotganimiz uchun videoga like bosib, kommentariyaga omad deb yozib qo'yinglar. Mana yana bitta joy, Vali Kabob degan restoran. Yo, adashdim, sorry. Kafe. Mana bu yerda avtomoyka. Mana shunaqa hamma joyda soya bo'lsa ekan. Mazza qilib yurardik o'zi ham. Shunaqa joylar ham uchrab turadi. Auditoriya yig'ib olaman degan umiddaman ancha. Do'stlar har kuni soat 7da, kechqurun 7da jonli efir qilaman. Birorta qaysidir o'yinni o'ynayman. Shu jonli efirimga qo'shilib qo'yinglar. Har kuni jonli efir qilaman. Birorta o'yin o'ynayman. Har xil o'yinlar o'ynayman. Mana aka. Do'stlar, mana suv to'ldirib olyapmiz. Bunaqa jir nima kranchadan. Arrang o'zi jirgina suv oqyapti. Mana Agar kim yutsa o'sha qidiradi. Mana do'stlar, mana bakalashkamizni ham to'ldirdik. Challenge boshlaymizmi? Qani. Keling, kim birinchi boshlashini nima qilib olamiz? Solifadan. Solifa. No. Omadimiz kelmay qoldi. Endi men Nima usibding? Endi men. Sorry. Shunaqa joylarim bo'lyapti. Omadim kelmadi. Qani menga omad kulib boqar. Yo'q. Kulmay boqdi-ku. Nega allaysiz? Kulmay boqdi. Man, my turn. O'yinimiz uzoqqa cho'ziladi-yu.
Bitta bagajga tushirish shunchalik qiyin. Men tushirolmadi. Biroq tushirsa mayli, men video olib turaman, siz ikkovlaring o'ynanglar. Короче, bizda nima kamera yo'q, telefonda olyapmiz. Operator ham yo'q. Alloh, shuningdek, men o'yinimiz uzoqqa cho'zilib ketmasin. Mayli, qidiruvchimiz bo'lib qolaversin. Ketdi. Mana obunachilar sanayapman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Landi, katta o'yin boshlandi. Biz mana qidirishga tushdik. Bizni do'stlar qaqib ekingan ekan. Chota biz Farhod akamizni ko'rib qoldik. Qani obunachilar, sal yordam beraveringlar. Qidirishga tushdik. Ular archa atrofida bekinishmabdi. Chota yomon bekinadigan odam ekan. Mana Sardorni topdik va o'g'aynimiz Farhod ariqda bekinayotgan ekan. Yana bir qanday qilsak? Yes. Keling, solifa qilib endi kim berkinishini aniqlab olamiz. Sanashini aniqlab olamiz. Keling. Solifa. Xo'p, Farhodga. Solifa. Shunda kim menmi? Ketdi. Do'stlar, men hozir sanayman. Yashirininglar. Sanayman, men ketdik. Qaramasa ketdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Landi, katta o'yin boshlandi. Kim yashirinmagan bo'lsa o'zidan ko'rsin. Go. Mana shu yerdan izlaymiz. Kamera nimagadir ham xira olyapti. Do'stlar, sorry, kamerani artdim. Ana topdim bittasini. Yuzlariga oson joyga yashirinarmikan, ha? Yana bitta qoldi, bitta kishi qoldi. Endi uni kishini tezroq topaman. Yo'q. Adashibman. Ana topdim. Shu yerda turgan ekan. Bizni Farhod akamiz bekinish bo'yicha usta ekan. Do'stlar, hozir challenge olishdan to'xtadik. Shu aylanish videomiz to'xtab qolyapti. Yana 50 qadamdan keyin bir yangi challenge olamiz. Qani ketdik. Hozir mana shu challengedan keyin bitta o'yin o'ynaymiz. O'sha challengega obuna bosinglar. Mana bu yerda ilm yo'li o'quv markazi. Mana ikkinchi eshik nogironlar bog'chasi. Nogironlarga xayriya qilib turish kerak. Bu yer hozir u betga o'tamiz, u yo'lga sizlarga yaqinroqdan ko'rsatamiz. Go everybody. Bu bolalarning rohat oladigan joyi. Mana bu kiyim-kechak joyi, albatta. Bu kiyim-kechak sotadigan joy. Realni. Mana bu nogironlar bog'chasi xayriya qilib turish kerak. Kunduzgi parvarish joyi, markaz. Bu ilm yo'li o'quv markazi, matematika, fizika, kimyo, biologiyadan kurslar. Ko'p qavatli binomizda ko'p narsalar bor.
Bu yerda Toshkent buz qaymoqlar. Tosh. Bu yerda manti. Mantixona bu degan kafe. Mana shu yerda ham video olaman. Bolajon nodavlat bog'cha. Mana ko'rishinglar mumkin bolajon nodavlat bog'chasi. Bu Optim 100 market. Optimus. Marketdan 24 ga 7 ishlaydi. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Maniki. Hozir biz parkka boramiz. Do'stlar, mana shu suvimiz ham tugayapti. Challenge suvimiz. Challenge qilishimizga hozir 35 qadam qoldi. Challenge qilamiz. Shu yerda ozgina dam olamiz. Manaki shu yerda dam olib hozir yana 35 qadam qilib challenge olamiz. Keyin challengeimiz qiziq bo'ladi. Shuning uchun qiziq challengeda shu issiq havoda qilayotganimiz uchun yugurib, yeb qilayotganimiz uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Go. Do'stlar, challenge olamiz hozir. Qo'lashmachoq challenge o'ylab ko'rdik. Yana mana hozir ketdik, solifadan qilib boshlaymiz. Solifa. Yutqazgan qo'lingdan men esa yutqazdim. Qochishga 3 soniya vaqt beraman. 1 2 3 go everybody. Zo'r imkoniyatida. Do'stlar, men tutilib qoldim-da. Jabr shunaqa Qaranglar, hozir biz videomizda parketga bo'ldik. yurishga parkka kiradigan bo'ldik-da. Parkda ham challenge olamiz. Parkka kirib aylanamiz. Sizlarga shu chiroyli joylarni ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. Videomiz challenge olganimizdagi parkda videomiz tugatishimizdan mumkin. Keyingi park videomiz boshqa parkda bo'ladi. Bu esa boshqa park. Biz uy kiyimida boryapmiz. Eski kiyimimizda. Mayli deb darrov challenge qilishni boshlab yubordik-da. Do'stlar, videoga like bosinglar. Bilaman hali bosmadlaring. Mana biz yo'ldamiz. Yo'llarni yo'lida. Bu yerda metan zapravka. Tushunishinglar uchun biz hozir Surxondaryo viloyati Sarasuv tumanidamiz. Bu lider shashlik non markaz, osh markaz. Bu Euro Auto Zapchast Auto Service. Ham ko'rsatdim. Bilaman videomizda sifat past. Bu yerda bog'cha, Alyonka degan. Bu yerda bilyard bor. Bilyardxona, pasti bog'cha, tepasi bilyard. Bu yerda esa qanaqadir metal. Nomini bilmayman-da, uzr. Taxta, fabrika, kafelar ham qilishadi bu yerda. Do'stlar, mana Biotex Eco MTG joygamiz. Xato aytgan bo'lsam kechiringlar. Sanitar tozalash korxonasi. Sorry, mana olmasam bo'lmaydi. Ustaxona. Kelishinglar maslahat beramiz. Do'stlar, sizlar ham Darknet 7 tana intiqlik bilan kutyapsizlarmi? O'sha Omonxonni biz yaxshi ko'ramiz, muxlisimiz. Shunga Omonxonga ergashib, biz ham bloger bo'lmoqchimiz.
Ha, to'g'ri. Darkni tiyatini intiqlik bilan kutyapmiz. Mana, shu joyda ko'rsatay. Telefonimiz sifati uchun uzr so'rayman do'stlar. Yana bir bor. Ashton. Mana aka. Parkimizga ham уже yetib keldik. Parkda bo'g' ekan. Mana aka. Parkimiz chiroyli ekanmi? Demak, obuna bo'linglar. Videoni ko'p joylar kesilyapti. O'zi bu videoni 1 soatlik video qilishimiz kerak. Bilmadim, bu video yarim soat bo'ladimi hali. Yarim soatdan uzunroq bo'ladi. Eng muhimi omonxonga bizga obuna bo'ling. Ko'chani ham aytib ketdi. Alsiz. Necha eng qo'rqinchlisi? Menimcha 5. Yoz qo'ydi kommentariyaga. Notarius bor bu yerda, Pepsi Market, Cola Market bor. Tushunishingiz uchun mana bu Cola Market, ili bu Pepsi Market. Mana parkimizga shu yerdan kiradi. Do'stlar, yana shu videoni shu joyini kesaman. Do'stlar, hozir bitta yomon narsa bo'ldi. Parkimizga kelayotgandik, lekin mana qulflangan ekan. Qolmaydigan bo'ldik. Qorovulxonada ham odam bor ekan, kirish mumkin emas deyishyapti. Soat 10 dan 23:00 gacha. Lekin hozir soat 10 emas-da. Mana ki ko'rishinglar mumkin. Ozgina bo'lsa ham ulashmoqchiman. Bo'lmasa keyingi videoda boshqa parkka bormay, shu parkka kelamiz. Sizlar uchun ekstremal park challenge-ni olamiz. Yoki bo'lmasa parkda qolib ketdik videosini olamiz. Ko'p qismlar qilamizda, короче, park haqida. Mana videomiz shu joyda to'xtatamizmi? Amal ozgina davom ettiraylik. Do'stlar, agar shu kanalda 100 ta obunachi bo'lsa, biz yana bir ekstremal challenge olamiz. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir biz mana shu yerda bog' bor ekan, shu bog'ga boramiz. Do'stlar, mana shu yerda bog'cha bor ekan. Ham bu yerda dom aholi turadi. Bu yer Velur mahallasi. Biz mahallamizdan o'tib ketamiz. Kechirasizlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Hech qanday tashlashim mumkin emas deb yozishibdi. Shu bog'chani oldidan o'tib bog'ga boramiz. Ilon-pilon chiqib qolmasinlar. Mana do'stlar, shu joydan o'tib boryapmiz. Mana aka. Mana bog'chani yon tomonidan ko'rinishi chegara qilingan. Mana ko'rishinglar mumkin. Do'stlar, mana kelyapmiz. Videoni ko'p qilsak, ko'p minutini agar videoni ham cho'zib yuborsak, hech kimga yoqmasligi mumkin. Cho'zmaymiz. Salqingina joy ekan. Bog'ga boshlanishi deb ham bo'ladi shu yeri. Yo'lcha. Mana do'stlar, biz bog'ga yetib keldik. Mana shu yerda lekin oldin o'tganimda ko'p videolar ko'rganman.
Mana do'stlar, bog'imiz kichkina emas, lekin yo'li kichkinada. Mana shuncha katta joylar. Ha. Shu joydan o'tib ko'rsatamiz sizlarga. Qishlog'imizga ham kirib oldik. Mana, ay. Bu yerda yomg'irli kun bo'lsa yurib bo'lmaydigan darajada ketadi. Loy bo'lib yo'lchi. Do'stlar, sizlarga hozir bir zo'r effektli video qilib ko'rsataman. Agar yoqqan bo'lsa, like bosinglar, haligacha bosmagan bo'lsanglar videoga. Mana уже bozordan chiqdik. Qanaqa ruxsatnoma kerak emas, oddiy hazil qilyapti. Hazilkash. Do'stlar, mana shu yerdan o'tib ketamiz. Mana do'stlar, mana yerdan o'tib ketamiz. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, kommentariyaga 5 sonini yozib qoldiringlar. Qani bilib olaman kim videoni oxirigacha ko'rishini. Bu lekin oxiri emas. Mana shu tarafdan ko'chaga chiqamiz. Shu ko'chaga chiqqanimizda oxiri bo'lishi mumkin. Do'stlar, bu videoni montajini men 2-3 kunda bitiraman. Bunaqa zo'r montajyor emasman-da. Unda bilmadim necha sekundda qilishardim montajni. Qani mana shu yerda davom etamiz. Mana shu yerdan bizni legendarniy sartaroshxonamiz, barber shopimiz bor. Mana aka. Legend. Ko'p qavatli bino ham. Mana boyagi challenge olgan joyimizdan keldik. Qishloqda bog'ga aylanib chiqdik. Hop, shu yerda yana bitta challenge olamiz deyapmiz. Hozir o'ylab sizlarga javobini aytamiz. Do'stlar, hozir biz 5 ta topshiriq o'yinini o'ynaymiz. Eshikni o'g'irlabsan. Shu 5 ta topshiriq o'yinda mana shu 5 ta barmoq, bitta barmog'imizda masalan tosh va gul o'yini, ikkinchisida berkmachoq, uchinchisida qo'lashmachoq, to'rtinchisida tandirdan chiqqan ajina, beshinchisida Amerikan zanjiri. Masalanda qani hozir solifa qilib o'ynaymiz. Kela solifa. Ikkovlang cho'kdilaring, qani qilinglarchi. Yutqazganga topshiriq beramiz. Solifa qilinglar ikkovlaring. Solifa. 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 Qirta. Ana endi senga topshiriq beramiz. Ke Farhod. Sen esa bu yerga turib tur. Yes, go. Sen bu tarafga o'tib tur. Ke. Birinchi barmog'ing. Berkmachoq. Ikkinchisi toshmachoq. Uchinchisi qo'lashmachoq. Bu Amerikan zanjirini yech. Bu esa qaysi o'yin qoldi? Tandirdan chiqqan. Go! Ketdik. Tanlachi. Amerikan zanjir. Ha, shunaqa edi, adashmasam. Do'stlar, adashgan bo'lsa kommentariyaga yozib tashlaylar. Amerikan zanjirini yechdi. Yo, Amerikan zanjirini yech emas. Bu tosh va gul o'ynaydi. Sen hozir toshsan. Bizni qo'lashing kerak bo'ladi. 1 2 3, let's go.
Siz taşıp oldunuz. Tutdi meni. Farhod menga jon ber. Farhod. Bular bu tarafga men esa qimirlolmayman. Qotdim. Kelishyapti. Nima bo'ldi hozir shunda? Ha. Mayli, o'tding challengedan endi keyingi topshiriqqa o'tamiz. Bu nima edi? Berkamachoqmidi? Bu nima edi? Kıyasmışak. Yo'q, tandirdan chiqajina edi. Ketdik tandirdan chiqajina. Assalomu alaykum. Boshladik. Kiringlar, ana bu joyga o'ynaymiz. Do'stlar, boshladik. Mana biz tandirdan chiqajinamiz, ketdik. Boshla. Bu yerda qanaydir ham joy bor ekan. Eskiroq joy ekan. Magazin bo'lganmi? Hop, boshladik. Salom bolalar. Salom. Qayoqqa ketyapsiz? To'yga. Meni ham olib keting. Ha, ustingiz kirku. İsmini yemadimi? Yo'q. Endi-chi? Yo'q. Yo'q. Ha, Ha, endi ketsak bo'ladimi? oyog'ingiz kirku. Endi-chi? Yo'q. Endi-chi? Yo'q. Endi-chi? Ha, Endi ketsak bo'ladimi? endi boshingizni tozalang yoki bo'lmasa boshingizga birorta kiyim kiying. Bo'ladimi? Yo'q. Endi-chi? Yo'q. Bo'ladi. Ismingiz nima? Ismingiz nima sizlar? Buniki shaftoli, meniki banan. Siznikichi? Andadan Bitta kishimiz qoldi. Tutishlari kerak. Tutishlari kerak. Ko'rin. Amana betib ketdim. qani? Bilmadik. Blogerlikni aytishinglar mumkin. Blogerlikni eplasang qil. Lekin men o'zimni sinash uchun qilyapman. Men yaxshi blogerlik qilmaslik mumkin. Shu o'zimni sinash uchun. Hammamiz Alloh bandasimiz. Do'stlar, bir og'aynimiz, insonmiz, hammamiz. Shunga shu ommaga bir tanilish uchun mana blogerlikni boshladim. Ketdik. Davom etamiz. Mana hali tandirdan chiqajinamiz, buni tutolmagan. Tandirdan chiqqan ajinamiz yo'q-da. Mana bu yerda kelyapti. Ajina bilan mana ki. Do'stlar, obuna bo'lib qo'yinglar, videoga like bosinglar. Bular qachon tutilar ekan, tutar ekan. Tutdi oxiri. Necha asr deganda ya. Xo'p, yana davomi bor. Kel, qo'lingni ko'rsat. Bu challengedan ham o'tding. Bu tugagan. Hop. Mayli, shuni ko'ray. Bumi? Bu nima? Ha, berkamachoq. Ketdik. 50 gacha sanaymiz. Sanaysan. Yashiramiz, ketdik. Do'stlar, biz yashiramiz. Chunki men kamerani bermadim. Bitta joyga yashirmaylik. Qarama. Do'stlar.
do'stlar, shunaqa narsalar bo'lib turadi. Challenge davomini qilolmaymiz. Chunki videomiz 30 daqiqadan oshib ketyapti. 30 daqiqa bo'ldi. Shunga do'stlar, shu videoni mana shu joyda to'xtatamiz. Mana shu videoga like bosib, obuna bo'linglar, kommentariyaga omad deb yozib qo'yinglar. Qani, xayr. Mana sizlar ham xayr qilib qo'yinglar.